Aziz tomoshabinlar, ana bo'lmasam, men uzoq vaqtdan beri orzu qilgan maqsadim nihoyat amalga oshdi. Birinchi o'zbekcha RPG janridagi o'yin ommaviy joylandi. Endigina siz ham buni o'ynab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu loyihani ishlab chiqarish uchun atigi 1 oy kerak bo'ldi va ishoning, test uchun qilingan bo'lsa ham, meni nazarimda rosa atmosferali chiqibdi. Mayli, hozir navbat sizlarniki. O'yinni qanday qilib yuklab olishni ko'rsatib o'taman. Avvalo, havolani bosganingiz bilan sizni bu Google Drive sahifasiga olib yuboradi. So'ng yuqori chap burchagidagi yuklab olish tugmasini bosasiz. Yuklab olingach, ushbu oyna paydo bo'ladi va Open File ga bosasiz. Nihoyat asosiy ildizigacha yetdingiz. Qilishingiz kerak bo'lgan ikkita narsa: arxivni ochish va ochilgan papka ekranga chiqarilgach, UzRPG.exe ilovasiga kirib, o'ynab kulish. Umid qilamanki, jarayondan bahramand bo'lasiz.